Assalomu alaykum. Arzon bilet qidirayotganlar, arzon biletni xarid qilamiz deganlar, xudo xolasa bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, tezkor aviadan borish hamda qaytish biletlarini chegirmali narxlarda xarid qilsalaring bo'ladi. Bugungi videomizda sizlarga Farg'onadan, Toshkentdan, Namangandan Moskva aeroportlariga biletlarning narxlari bo'yicha Bobur akam bilan to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum Bobur aka. Alaykum assalom. Aka, mana shu aytilgan ma'lumotlar hamda biletni aniq narxlari bo'yicha ma'lumot bersangiz. Xo'p, bo'ladi uka. Farg'onadan Moskvaning 3 ta aeroportiga reysimiz bor. Shularni narxi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Farg'onadan Vunukoga 1.730.000 so'm chiqadi. Farg'onadan Zhukovskiga 2.370.000 so'm chiqadi. Farg'onadan Domodedovoga 2.630.000 so'm chiqadi. Toshkentdan bo'lsa Moskvaning aeroportiga 4 ta reysimiz bor. Toshkentdan Vunukoga 1.880.000 so'm. Toshkentdan Sheremetyevoga 2.300.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Domodedovoga 2.520.000 so'm. Toshkentdan Zhukovskiga 2.550.000 so'm chiqadi. Namangandan Moskvaning 3 ta aeroportiga reysimiz bo'ladi. Namangandan Domodedovoga 2.400.000 so'm chiqadi. Namangandan Vunukoga ham 2.400.000 so'm chiqadi. Namangandan Zhukovskiga 2.350.000 so'm chiqadi. Bobur aka, endi mana shu biletlarni onlayn xarid qilishni tushuntirib bering. Onlayn xarid qilish uchun ekranda nomerlarimizga aloqaga chiqsa, telegramlarimiz bor. Avia biletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Bilet aeroportda chiqmay qolib, har xil muammolar bo'lmaydimi aka? Yo'q, bizda bunaqasi yo'q. Bizda 100% biletimizga javob beramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaringning biletlaringni xarid qilinglar. 24 soat xizmatda Bobur akamiz ular turibdilar.